tadbirkorlik boshlayotganda yoki kimdir boshlamoqchi bo'lsa, ruli oilaviy biznes bilan boshlagan yaxshimi yoki birinchi oddiy biznes qilib, keyin oilaviy biznesga aylantirish osonroqmi? Yoki aylantirib bo'ladimi o'zi keyinchalik? Zo'r savol berdingiz-da. Shunga bitta maqol aytay, maqolchi deyishsa ham, yolg'iz otni changi chiqmasa, changi chiqsa ham dong'i chiqmasa, hech qachon bir odam o'zi rivojlana olmaydi. Hech bir mamlakat ham bir o'zi rivojlana olmaydi, to'g'rimi? O'shaning uchun tashqi siyosat bo'ladi. Bu meni fikrim, balki boshqa ekspertlar mendan kuchlidir, kuchsizdir, boshqacha fikr bildiradi. Men o'zimni yana o'sha shaxsiy hayotim, faoliyatimdan kelib chiqib aytamanki, men bo'lganimda nima qilardim? Shunaqa qo'yish kerak-da har doim savol. Men bo'lganimda albatta oiladan boshlardim. Bir o'zim emas. Chunki bir o'zim qila olmayman. Menga baribir yordam kerak. Pulim bor deylik-a, menga baribir kimdir yordam kerak-da. Misol uchun, yordamchi kerak. Meni pulim bor, men nimadir ish qilyapganimda, u agar xizmat ko'rsatish sohasi bo'ladigan bo'lsa, u o'sha joyda bo'lib turishi kerak, to'g'rimi? Men dokumentatsiyaga ketganimda ishlab chiqarish bo'lsa ham xuddi shunday. To есть men aytmoqchimanki,